Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvi-bobolarimiz va ularning farzandlari. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu xabar pensiya olayotgan har bir inson, pensiyaga chiqishga yaqin turgan fuqarolar, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar uchun bevosita ahamiyatli. Agar siz pensiyangiz o'z vaqtida tushishini, ortiqcha yugur bo'lmasligini, pulingiz to'xtab qolmasligini va hujjatdagi kichik xato sababli muammoga uchramaslikni istasangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Men sizga oddiy tilda, ortiqcha murakkab so'zlarsiz nimalarga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlar esa tinch bo'lishi mumkinligini, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish zarurligini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning oilangizdagi kamida bitta odamga albatta kerak bo'ladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiya masalasini faqat bitta yo'l bilan hal qilardi. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi, navbat kutardi, mutaxassis bilan gaplashardi, qog'oz hujjat ko'rsatardi. Keyin javobni kutardi. Kimningdir pensiyasi pochta orqali kelardi, kimniki bank kartasiga tushardi, kimdir esa har oy bir xil sanani kutib yashardi. Agar pul kechiksa, odamlar darrov xavotirga tushardi. Pensiyam to'xtadimi? Hujjatimda muammo bormi? Kartam blok bo'ldimi? Tizimda xatolik bormi deb o'ylardi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Ayrim ma'lumotlar avtomatik olinadi. Odam har bir kichik ma'lumot uchun idora yurmaydi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Elektron tizimda ism, familiya, pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank karta raqami yoki shaxsiy ma'lumotlarda xato bo'lsa, pensiya to'lovi kechikishi, qayta tekshiruvga tushishi yoki qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Shuning uchun men bugun aynan shu narsani ogohlantirmoqchiman. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham, pul muntazam tushib turgan bo'lsa ham, ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshirib turish kerak. Chunki ko'pincha muammo katta qonun o'zgargani uchun emas, oddiy mayda xatolik sababli chiqadi. Masalan, bank kartaning muddati tugaydi, telefon raqam o'zgaradi, pensioner boshqa tumanga ko'chadi, pasport yoki ID karta almashtiriladi, lekin pensiya jamg'armasi tizimidagi ma'lumot yangilanmay qoladi. Natijada odam o'zini aybsiz his qiladi, lekin to'lovda kechikish paydo bo'ladi. Bugungi kunda pensiya tizimida asosiy e'tibor ma'lumotlarning aniqligiga, fuqarolarning shaxsiy holatini tasdiqlashga va to'lovlarning manziliga yetib borishiga qaratilmoqda. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Davlat pensiyani aniq odamga, aniq asos bo'yicha, aniq hisob-kitob bilan to'laydi. Agar tizimda ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, masalan, pasport boshqa, bank ma'lumoti boshqa, yashash manzili eski, telefon raqam ishlamaydi. Bunday holatda tizim qo'shimcha tekshiruv talab qilishi mumkin. Bundan qo'rqish kerak emas, lekin befarq ham bo'lmaslik kerak. Chunki ko'pchilik pensionerlar men pensiyaga chiqqanman, endi hech narsa kerak emas deb o'ylaydi. Aslida esa hayot davomida ayrim o'zgarishlar bo'ladi. Kimdir familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Kimdir yangi ID karta olgan bo'lishi mumkin. Kimdir boshqa viloyatga ko'chgan bo'lishi mumkin. Kimdir bank kartasini yangilagan bo'lishi mumkin. Mana shu oddiy o'zgarishlar pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida yetib bormasa, keyin odam oylik pensiyasini kutib o'tirib qoladi. Misol uchun, bir pensioner onaxon har oy 20.200.000 so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi muddati tugagan, lekin u buni bilmagan yoki farzandlariga aytmagan. Bank yangi karta chiqargan, ammo pensiya eski karta rekvizitlariga yo'naltirilgan. To'lov darhol yo'qolib ketmaydi, lekin qayta ishlash, aniqlashtirish, bank bilan bog'lanish vaqt oladi. Onaxon esa 3 kun emas, ba'zan 10 kungacha kutib qolishi mumkin. Bu vaqtda dori olish kerak, kommunal to'lov qilish kerak, oziq-ovqat kerak. Ko'ryapsizmi? Kichkina karta muammosi butun oilaga ta'sir qiladi. Yana bir misol. Bir otaxon boshqa tumandagi farzandining uyiga ko'chib o'tadi. Amalda u yangi manzilda yashayapti, lekin ro'yxatdagi manzil eski. Pochta orqali pensiya oladiganlar uchun bu ayniqsa muhim. Agar to'lov eski manzil bo'yicha yuritilsa, pochta xodimi pensionerni topa olmasligi mumkin. Keyin pul qaytadi, pensioner menga pensiya berilmadi deb shikoyat qiladi. Aslida esa muammo manzil o'z vaqtida yangilanmagan bo'ladi. Men birinchi navbatda bank kartasi
orqali pensiya oladigan pensionerlarga murojaat qilaman. Kartangizning amal qilish muddati qachongacha ekanini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugashiga yaqin qolgan bo'lsa, bankka boring yoki farzandingizdan yordam so'rang. Yangi karta ochilganda pensiya to'lovi avtomatik o'tadimi yoki pensiya jamg'armasiga ma'lumot berish kerakmi? Buni aniq so'rab oling. Har bir bankda jarayon turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun taxmin bilan ish qilmang. Ikkinchi navbatda yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, eski pasport muddati tugagan, yangi ID karta olingan. Siz uchun bu oddiy hujjat almashtirishdek tuyuladi. Lekin tizimda eski hujjat raqami turgan bo'lsa, ayrim xizmatlarda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli elektron xizmatlarga murojaat qilib, shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilanganini tekshirtiring. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi olayotgan fuqarolar. Bu yerda tibbiy xulosa, nogironlik guruhi muddatli yoki muddatsiz belgilanishi kabi masalalar muhim. Agar nogironlik ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormaslik kerak. Masalan, kimdadir nogironlik 1 yilga berilgan bo'lsa, muddat tugagach tegishli tibbiy komissiya xulosasi yangilanmasa, pensiya to'lovi bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Men bu yerda qo'rqitmoqchi emasman, lekin kalendarni tekshirib yurishni maslahat beraman. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Ayniqsa, farzandlar voyaga yetishi, o'qishni davom ettirishi yoki o'qishni tugatishi bilan bog'liq holatlar bor. Masalan, bo'lim peshi yoshga to'ldi, lekin oliy ta'lim muassasasida kunduzgi bo'limda o'qiyapti. Bunday vaziyatda o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar bu ma'lumot vaqtida taqdim etilmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 5-toifa. Chet elga uzoq muddatga ketgan yoki vaqtincha boshqa davlatda yashayotgan pensionerlar. Bunday holatda tiriklik tasdiqlash, shaxsiy holatni aniqlashtirish, bank kartadan foydalanish xavfsizligi kabi masalalar chiqishi mumkin. Agar pensioner chet elda bo'lsa, farzandlar uning nomidan hamma ishni og'zaki hal qila olmaydi. Ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat konsullik orqali tasdiqlash kabi tartiblar kerak bo'lishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yaqinda almashtirilmagan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa va pensiya jamg'armasidan qo'shimcha xabar kelmagan bo'lsa, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Men har doim shuni aytaman. Pensiya masalasida eng yaxshi himoya bu oldindan tekshirish. Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra, muammo chiqmasdan oldin aniqlashtirish osonroq. Masalan, siz har oy 15 sanada pensiya olasiz. Bu oy 15 sana dam olish kuniga to'g'ri keldi. Bank amaliyotida kechikish bo'ldi yoki tizimda yuklama ko'paydi. Pensiya endi 2 kun kechiksa, bu darhol pensiya to'xtadi degani emas. Lekin 5-7 ish kuni ichida ham pul tushmasa, bankdan va pensiya jamg'armasidan aniqlashtirish kerak. Avval bank ilovasi yoki bank bo'limidan karta holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Chunki ba'zan pul yuborilgan bo'ladi. Muammo bank tomonida bo'ladi. Ba'zan esa aksincha, bank kartasi joyida bo'ladi. Lekin pensiya jamg'armasi tizimida aniqlashtirish talab qilinadi. Agar siz pensiyani pochta orqali olayotgan bo'lsangiz va har oy pochta xodimi kelayotgan bo'lsa, manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, shaxsiy holatingizda o'zgarish bo'lmasa, siz ham ortiqcha xavotir olmang. Lekin uyda bo'lmasangiz, uzoq muddat davolanishga ketsangiz yoki boshqa manzilda yashayotgan bo'lsangiz, oldindan xabar berish kerak. O'zi topib oladi degan yondashuv ko'p hollarda muammo tug'diradi. Endi men ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin amalda ko'p muammo keltirib chiqaradigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchisi telefon raqam. Hozir ko'p xizmatlarda SMS xabar, tasdiqlash kodi, bank ogohlantirishi, elektron murojaat javobi telefon raqamga keladi. Agar pensionerning nomida eski raqam bo'lsa, raqam allaqachon ishlamayotgan bo'lsa yoki boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, muhim xabarni ko'rmay qolish mumkin. Shuning uchun farzandlar ota-onasining telefon raqami qaysi xizmatlarga ulanganini tekshirib qo'yishi kerak. Ikkinchisi firibgarlik xavfi. Men alohida ogohlantiraman. Pensiya jamg'armasi, bank yoki boshqa rasmiy tashkilot nomidan qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz oshiriladi, kompensatsiya tushadi, kartangizga pul o'tkazamiz, kodni ayting, karta raqamini to'liq ayting,
SMS kodini yuboring desa, juda ehtiyot bo'ling. Hech qachon SMS kodini, karta pin kodini, karta orqasidagi xavfsizlik raqamlarini hech kimga aytmang. Rasmiy xodim bunday maxfiy ma'lumotni so'ramaydi. Firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Masalan, bir otaxonga telefon qilishadi va sizga pensiya jamg'armasidan 500 ming so'm qo'shimcha to'lov chiqdi. Kartangizni tasdiqlashimiz kerak deyishadi. Otaxon guvonib ketib, karta ma'lumotini aytadi. SMS kodini ham beradi. Natijada kartadagi 1 million 800 ming so'm yechib olinadi. Keyin banka, militsiyaga, prokuraturaga murojaat qilinadi. Lekin pulni qaytarish har doim ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun men aytaman. Qo'shimcha to'lov haqida xabar kelsa, telefon orqali ishonmang, rasmiy manbadan tekshiring. Uchinchisi, ishonchnoma masalasi. Ko'p pensionerlar pensiyamni o'g'lim oladi, qizim hal qiladi, kelinim banka boradi deyishadi. Lekin rasmiy ishlar uchun og'zaki rozilik yetarli bo'lmaydi. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa bankdagi pulni olish, ariza berish, hujjat topshirish, ma'lumotnoma olish kabi holatlarda hujjat talab qilinadi. Shuning uchun oilada oldindan kelishib oling. Pensionerning salomatligi og'ir bo'lsa, yurish qiyin bo'lsa, kerakli ishonchnoma masalasini vaqtida rasmiylashtiring. To'rtinchisi, ortiqcha to'lov va qaytarish masalasi. Ba'zan odamga noto'g'ri hisob-kitob sababli ortiqcha pul tushishi mumkin. Kimdir tushdimi? Demak meniki deb o'ylaydi. Lekin keyinchalik bu summa aniqlansa qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun pensiyangiz odatdagidan keskin ko'p tushsa, masalan, har oy 1 million 500 ming so'm olardingiz. Birdan 3 million 200 ming so'm tushdi. Darhol sababini aniqlashtiring. Balki qayta hisob-kitobdir, balki qonuniy qo'shimchadir, balki xatodir. Aniqlashtirmasdan sarflab yuborish keyinchalik oilaviy budjetga og'irlik qiladi. Beshinchisi, pensiya miqdorini tushunmaslik. Ko'pchilik faqat qo'shildi yoki kamaydi deb qaraydi, lekin nima uchun o'zgarganini bilmaydi. Pensiya miqdoriga ish staji, ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar, imtiyozlar, qayta hisoblash asoslari ta'sir qiladi. Agar siz hisob-kitobdan shubhalansangiz, menimcha kam berishyapti deb uyda gapirish bilan cheklanib qolmang. Rasmiy ariza bilan hisob-kitobni tushuntirib berishni so'rang. Javob yozma bo'lsa, keyin uni tekshirish ham oson bo'ladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga jamlang. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz bo'yicha ma'lumot. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma yoki tegishli hujjatlar tayyor tursin. Hujjatlar turli joyda sochilib yotmasin. Farzandlar ham qaysi hujjat qayerda ekanini bilsin. Ikkinchi qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta ishlayaptimi? Muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta bloklanmaganmi? PIN kodni faqat o'zingiz bilasizmi? Shularni aniqlang. Agar mobil ilovadan foydalansangiz, ilova ishlayotganini tekshiring. Agar foydalanmasangiz, banka borib balansni va karta olatini so'rang. Bank xodimidan aniq so'rang. Pensiya tushadigan karta faolmi? Rekvizitlar o'zgarganmi? Yangi karta ochilsa pensiya avtomatik tushadimi yoki qo'shimcha murojaat kerakmi? Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Tuman yoki shahar bo'limiga borib, mening shaxsiy ma'lumotlarim to'g'rimi? Bank karta ma'lumotlarim joyidami? Manzilim to'g'ri ko'rsatilganmi? Pensiya turim bo'yicha qo'shimcha hujjat talab qilinmayaptimi deb so'rang. Agar borishga imkon bo'lmasa, yaqinlaringiz yordamida rasmiy aloqa kanallari orqali murojaat qiling. Lekin har doim rasmiy manbadan foydalaning. Noma'lum telefon raqamlar va ijtimoiy tarmoqdagi shubhali e'lonlarga ishonmang. To'rtinchi qadam. Yozma ariza madaniyatini o'rganing. Agar pensiya kechiksa, miqdor o'zgarsa yoki sizga tushunarsiz javob berilsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada ism familiyangizni, JSHR raqamingizni, yashash manzilingizni, telefon raqamingizni, muammoni aniq yozing. Masalan, men falon sanadan beri pensiya to'lovim bank kartamga kelmayotgani sababli to'lov holatini aniqlashtirib berishingizni so'rayman. Yoki pensiya miqdorim o'zgargani sababli qayta hisob-kitob asosini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaning nusxasini yoki ro'yxatdan o'tgan raqamini saqlab qo'ying. 5-qadam. Agar siz nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz,
Tibbiy ko'rik muddatini alohida belgilab qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying. Farzandingizga ayting, kalendarga yozing. Muddat tugashidan 2 oy oldin hujjatlarni tayyorlashni boshlang. Tibbiy ma'lumotnoma, shifokor xulosalari, komissiya sanasi kabi masalalarda oxirgi kunga qoldirmang. Chunki bitta hujjat yetishmasa, butun jarayon cho'zilishi mumkin. 6-qadam o'quvchisi yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar farzandlarining yoshi va o'qish holatini kuzatsin. Agar farzand 10 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa, o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Har bir o'quv yili boshida bu masalani qayta tekshirish foydali. Chunki o'qish holati o'zgarsa, pensiya to'lovi shartlari ham o'zgarishi mumkin. 7-qadam firibgarlikka qarshi oilaviy qoida joriy qiling. Ota-onangizga, bobongizga tushuntiring. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Karta rasmiy yuborilmaydi. Noma'lum havolaga bosilmaydi. Telefon orqali pul tushiramiz deganga ishonilmaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol farzandiga yoki ishonchli yaqiniga aytsin. Oila ichida bitta qoida bo'lsin. Pul, karta, pensiya bo'yicha har qanday qo'ng'iroq avval tekshiriladi, keyin harakat qilinadi. 8-qadam pensiya tushganini va sarflanishini nazorat qiling. Bu degani pensiyani cheklash emas, balki xavfsizlikni ta'minlash. Masalan, har oy pensiya tushgan sana summa karta balansi yozib borilsa, keyin muammo chiqsa darhol ko'rinadi. Agar odatda 20 million 700 ming so'm tushsa, bir oy 20 million 200 ming tushsa, sababini so'rash kerak. Agar 2 million 500 ming tushsa ham sababini so'rash kerak. Har qanday keskin farq izoh talab qiladi. Men sizga yana bir nechta hayotiy vaziyatni tushuntiraman. Birinchi vaziyat, pensioner bank kartasini yo'qotdi. U uyda qidiradi, topolmaydi, lekin bankka darhol xabar bermaydi. Oradan bir kun o'tadi. Kimdir kartani ishlatib pul yechishga urinadi. Bunday holatda birinchi ish bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklashdir. Keyin yangi karta rasmiylashtiriladi. So'ng pensiya to'lovi yangi kartaga o'tishi bo'yicha bank va pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtiriladi. Balki topilib qolar deb kutish xavfli. Ikkinchi vaziyat, pensioner kasalxonaga tushdi. Pensiya pochta orqali kelardi. Pochta xodimi uyga keladi. Pensioner yo'q. 1 marta, 2 marta keladi. Keyin to'lov qaytishi mumkin. Bunday vaziyatda oila oldindan pochta bo'limi yoki pensiya jamg'armasi bilan bog'lanib holatni tushuntirish kerak. Agar uzoq muddat davolanish bo'lsa, pulni olish tartibi qanday bo'lishini rasmiy aniqlashtirish kerak. Har bir hududda amaliy jarayon farq qilishi mumkin. Shuning uchun taxmin bilan emas, rasmiy javob bilan harakat qiling. 3-vaziyat. Pensionerning familiyasi hujjatda boshqacha yozilgan. Masalan, eski hujjatda Karimova, yangi ID kartada apostrof, harf yoki imlo farqi bilan boshqa shaklda yozilgan. Odam uchun bu mayda farqdek ko'rinadi. Lekin elektron tizim uchun bu muhim bo'lishi mumkin. Bunday holatda FHDYO ichki ishlar, bank va pensiya jamg'armasi ma'lumotlari mos kelishi kerak. Agar mos kelmasa, muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni bir-biriga solishtirib ko'ring. 4-vaziyat. Pensiyasini oshirishga haqli bo'lishi mumkin, lekin hujjat topshirilmagan. Masalan, ayrim imtiyozlar, mehnat staji, qo'shimcha tasdiqlovchi arxiv hujjatlari bo'lishi mumkin. Agar odamda ilgari ishlagan joyidan ma'lumotlar to'liq kiritilmagan bo'lsa, arxivdan hujjat topish kerak bo'ladi. Bu murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Lekin ba'zan pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Shuning uchun mening ish stajim to'liq hisoblanganmi degan savolni berishdan tortinmang. 5-vaziyat. Pensioner vafot etgan. Lekin oila pensiya to'lovi bilan bog'liq tartibni bilmaydi. Bu og'ir mavzu, lekin hayotda uchraydi. Bunday holatda yaqinlar rasmiy idoralarga o'z vaqtida xabar berishi. Ortiqcha to'lov yuzaga kelmasligi uchun tartibni bajarish kerak. Aks holda keyinchalik qaytarish, tushuntirish, hujjat yig'ish kabi muammolar paydo bo'ladi. Shuning uchun har qanday o'zgarish rasmiy tarzda bildirilishi kerak. Ko'pchilik so'raydi. Pensiya bir necha kun kechiksa, darhol pensiya jamg'armasiga borish kerakmi? Men shunday javob beraman. Avval bank kartangizni tekshiring. Bankda texnik muammo yo'qligini aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Lekin kechikish davom etsa, kutib o'tirmang. Ayniqsa sizga dori, oziq-ovqat, ijara yoki boshqa zarur to'lovlar kerak bo'lsa, masalani tezroq aniqlashtiring. Yana so'rashadi. Pensiya oshsa, o'zim borib ariza yozishim kerakmi? Har doim ham emas.
Ayrim oshirishlar avtomatik bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa hujjat yoki ariza kerak bo'ladi. Masalan, umumiy indeksatsiya bo'lsa, tizim bo'yicha amalga oshiriladi. Lekin shaxsiy holatingizga bog'liq qo'shimcha asos bo'lsa, masalan, stajni qayta hisoblash, arxiv hujjati, imtiyozli maqom, unda murojaat talab qilinishi mumkin. Yana bir savol. Farzandim mening o'rnimga borib hal qilsa bo'ladimi? Oddiy ma'lumot olish boshqa. Rasmiy ariza berish yoki pul bilan bog'liq amaliyot boshqa. Ayrim hollarda ishonchnoma kerak bo'ladi. Shuning uchun farzandingiz bo'lishidan oldin qaysi hujjat talab qilinishini telefon orqali yoki rasmiy manbadan aniqlashtirib qo'ying. Aks holda u borib keladi, lekin ish bitmaydi. Men yana bir bor takrorlayman. Pensiya masalasida eng xavfli narsa befarqlik va shoshma-shosharlik. Befarqlik shuki, odam hujjat muddati tugaganini, karta ishlamayotganini, manzil o'zgarganini vaqtida aytmaydi. Shoshma-shosharlik shuki, odam telefon qilgan firibgarga ishonib, karta ma'lumotini berib yuboradi. Ikkalasi ham pul yo'qotishga, to'lov kechikishiga, asab buzilishiga olib keladi. Sizdan iltimosim, bu videoni faqat o'zingiz ko'rib qo'ymang. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, unga tushuntiring. Agar ota-onangiz telefon va bank kartadan yaxshi foydalana olmasa, ularni ayblamang, yordam bering. Har bir pensioner ham elektron tizimni tushunishi shart emas. Lekin har bir oila o'z keksa a'zolarini himoya qilishi shart. Bugun bir marta hujjatlarni tekshirish ertaga katta muammoning oldini oladi. Bugungi asosiy gap shuki, pensiya to'lovi to'xtab qolmasligi, kechikmasligi yoki noto'g'ri hisoblanmasligi uchun shaxsiy ma'lumotlar, bank karta, yashash manzili, telefon raqam va tegishli hujjatlar doimo tartibda bo'lishi kerak. Pasport yoki ID karta almashtirilsa, karta muddati tugasa, manzil o'zgarsa, nogironlik muddati yakunlansa, farzandning o'qish holati o'zgarsa, bularni e'tiborsiz qoldirmang. Har bir o'zgarish pensiya tizimiga ta'sir qilishi mumkin. Men ekspert sifatida sizga eng oddiy, lekin eng samarali maslahatni beraman. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Bank kartangiz muddatini ko'ring. Telefon raqamingiz ishlashini aniqlang. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar muammo bo'lsa, yozma ariza qiling va javobni saqlab qo'ying. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, hech qanday kod aytmang va avval rasmiy manbadan tekshiring. Sizning fikringiz men uchun muhim. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensiyalar vaqtida tushyaptimi? Bank karta yoki hujjat bo'yicha muammoga duch kelganmisiz? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda qanday javob olgansiz? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bir inson vaqtida ogohlantirilsa, uning pensiyasi asabiy va oilaviy xotirjamligi saqlanib qoladi.